Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamera pechkamiz. Endi kraskalangan varianti. Farg'ona Buvayda tumani Yangiqo'rg'onga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli, to'rtlikcha bo'lgan kraskalangan variantini akamiz zakaz qilishdi. O'tgan yil qurib bergandik. Tortishlari o'ta go'zal. Umuman tutun qaytarmaydi. Shamol kelib turibdi. Umuman tutun qaytarmaydi shamolda ham. Boshqalarga tutun qaytaryapti bo'lmasa biz qilmaganmiz. Bizda endi nima deymiz? Kraskalangan, hozir qurib oladi. Keyin bemalol hidi chiqmaydi, keyin kraskani hidi chiqmaydi. Oldi ko'rinishi. Oldi ko'rinishi mo'ri zigzag olib chiqib ketgan. Qurishni boshladi. Bu devorimiz sinchlar. Akamiz jiy tashatib, yo'llarni urib qo'ygan ekan mana. Sinchli devor. Quryapti kraskalar. Yondirishni boshladi, xudo xolasa. Orqa ko'rinish akamiz ko'tarib beringlar deyishdi pechkani. Bir qator pishkanish bor ekan, pishkanish urib yubordik mana. Endi uni shuvatib, chiroyli qilib addelchiklar chiroyli qilib qo'yishadi. Orqa ko'rinish. Bir metrli ikkita duxovka bo'ladi. Oldida bitta, orqada bitta. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar sarlavhada qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'tgan yilgi pechkani ham ko'rsatib qo'yamiz. O'tgan yili qurib berdik, o'tgan yili. Ketyapmiz. O'tgan yil ishimiz. O'tgan yil terras ko'tarilgan edi. O'tgan yilgi ishimiz. Chotki isitdi deb ikkinchisini qurib berdik. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.